Assalomu alaykum hammaga. Siz yana uz.kor01 kanalida. Albatta K-pop olamidagi eng dolzarb va shov-shuvli yangiliklar. Bu hafta ham industriya juda ham faol bo'ldi. Keling, eng muhim voqealarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'sh, demak tayyor bo'lsangiz, boshladik. 3 kun ichida 240 ming muxlisni to'plagan guruh butun tur davomida faqat Yaponiyaning o'zida 640 ming tomoshabinni jalb qilishdi. Albatta stadiondagi eng ta'sirli lahza Twice guruhi a'zosi Cheyonning tug'ilgan kunini bevosita sahnada nishonlagani bo'ldi. Afsonalar haqida gap ketganda esa Blackpinkni aytmasak bo'lmaydi. Guruh Spotify'da 1 milliardlik streamlarga ega qo'shiqlar soni bo'yicha dunyo rekordini yangiladi. Shuningdek, guruh a'zosi Jennie iyul oyida Polsha va Daniyadagi yirik festivallarda chiqish qilishini e'lon qilib, Yevropani zabt etishga tayyorlanmoqda. Lekin hamma yangiliklar ham quvonchli emas. Jisoo o'z akasining jinoyat ishi bilan bog'liq bo'lmagan holda ijtimoiy tarmoqlarda asossiz tanqidlarga uchradi. Muxlislar orasida esa uning akasi Blisu agentligini boshqaradi degan noto'g'ri gaplar tarqaldi. Biroq Jisoo bu mishmishlarni rad etdi. U oilasi bilan bu masalada aloqador emasligini va agentlik to'liq o'ziga tegishli ekanligini qat'iy ta'kidladi. Yulduzlarning boshqalar xatosi uchun ayblanishi haqiqatdan adolatsizlik nazarimda. Shunday emasmi? Kelinglar endi K-pop industriyasida o'zgarishlarga o'tsak. Buni qarangki, Virgin Entertainmentda katta yangiliklar. Yan Min-sok The Black Label direktorlar kengashini tark etdi. Bu esa kompaniyaning endi Virgin Entertainment tizimidan mustaqilroq harakat qilayotganini ko'rsatmoqda. Shu bilan birga Yan Hyun-sok sentabrda 5 kishidan iborat yangi yigitlar guruhini debyut qilishini e'lon qildi. Shu bilan birga Baby Monster iyun oyida Sugar Honey U nomli yangi singlni taqdim etilishi rejalashtirilgan. Qizig'i shundaki, bu qo'shiqni albom uchun tayyorlangan edi, lekin Virgin alohida hit qilishga qaror qildi. Shuningdek, Next Monster guruhining 3-a'zosi 13 yoshli Casey bilan tanishdik. Virginning kelajagi juda yosh kadrlar qo'lida ko'rinmoqda. Armylar, tayyormisiz? BTS o'zining Arirang albomi bilan dunyo rekordlarini parchalashda davom etmoqda. Bu albom atigi qisqa vaqt ichida 2 milliard streamdan oshib ketdi. Bu degani nafaqat K-pop, balki butun Osiyo musiqasi uchun rekord hisoblanadi. Shu bilan birga NCT 127 guruhi a'zosi Jehon harbiy xizmatdan qaytdi. Muxlislar uni katta tantana bilan kutib olishdi. Bu yil ko'plab 2 va 3-avlod vakillari xizmatni tugatib, sahnaga qaytishi kutilmoqda. Bu esa raqobatni yanada qizdiradi. Yangi avlod guruhlaridan biri Ketsay guruhi 2026-yilning eng tezkor ayollar guruhiga aylandi. Ular Spotify'da 1 milliard streamni bor yo'g'i 118 kunda yig'ishdi. Albatta, bunday darajadagi guruh uchun bu juda ham katta natija hisoblanadi. Lekin afsuski, guruh a'zosi Manon bilan bog'liq vaziyat tushunarsiz. U tanaffusda ekanligi aytilmoqda, lekin ba'zi maqolalarda sobiq a'zo deb tilga olinmoqda. JYP esa bo'sh kelmayapti. Ular Kiracle nomli savdo belgisi sifatida ro'yxatdan o'tkazishdi. Bu katta ehtimol bilan biz kutayotgan keyingi katta qizlar guruhi bo'lishi. Starship Entertainment esa IVE guruhining muvaffaqiyati ortida rekord darajadagi foyda ko'rdi. Ular taxminan 225 milliard wondan ortiq savdo va IVE haqiqatdan ham pul ishlab chiqaruvchi mashinaga aylanmoqda. Hozirda trend bo'lgan guruhlar ham avjida. New Jeans a'zolari yangi musiqiy loyiha ustida ishlash uchun Daniyaning Kopenhagen shahriga yo'l olishdi. Ador agentligi New Jeans guruhi qizlarining har biri uchun alohida optimallashtirilgan rejalari borligini e'lon qildi. Le Sserafim esa 2026-yilgi Parflom jahon turini e'lon qilib, muxlislarni hayajonga soldi. Chatlarga qaraydigan bo'lsak, 2026-yil boshidan beri NMIX Blue Valentine Kiki for New Era. Drop your bucket, jump for the new era. For 우리 신혼을 question for
5 Bang Bang. Hozirda esa Horse to Horse Root. Don't call me darling, I'm too rude. You know what he said to me? He was like, you're so rude. And I was like, boy, does it look like I could care? I couldn't even care less. Get it out to the man of rude. Gonna run with an attitude. I'm not bad, you can make me entirely rude. I don't care, you can have it. Qo'shiqlari yetakchilik qilishmoqda. K-popning musiqiy yo'nalishi yanada rang-baranglashib bormoqda. Haftaning esa eng xavotirli xabarlaridan biri Bad Villain guruhi haqida. Ular bir necha haftadan beri aloqaga chiqishmayapti. Hatto a'zolarning tug'ilgan kunlarini ham nishonlashmayapti. Agentlik binosini ijaraga berilgani haqidagi gap-so'zlar esa muxlislarni yanada xavotirga solmoqda. Umid qilamizki, bu shunchaki vaqtinchalik tanaffus. Xulosa qilib aytganda, bu hafta K-pop industriyasi yana rekordlar, bahslar va yangi loyihalar bilan boy bo'ldi. Sizni eng ko'p qaysi yangiliklar hayratlantirdi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, bizning mehnatimizni like bosish orqali qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lishni ham, qo'ng'iroqchani yoqishni ham unutmang. Hozircha bizda shu yangiliklar, albatta K-pop industriyasida bundan-da ko'p yangiliklar sodir bo'lmoqda. Biz esa sizlarga har doimgidek eng muhimlarini ulashmoqdamiz. Biz siz bilan xayrlashmaymiz, shunchaki keyingi songacha ko'rishguncha deb qolamiz. Ketkazgan vaqtlaringga rozi bo'linglar.